Namangan shahar 1-son texnikumida bugun quvonchli va unutilmas lahzalar hukm surdi. Joriy o'quv yilida 619 nafar bitiruvchilar ta'lim maskanining muvaffaqiyatli yakunlab, mustaqil hayot sari ilk qadam qo'ymoqda. Savdogar kassir nazoratchi guruhini bitirdik biz shu yili. Bu yo'lda o'qiganimiz sababi shunchaki savdogar bo'lib qolishda emas. Yaqin kelajakda xudo xolasa biznes rejalarimiz bor o'zimizni ham kichkina bo'lishimizga qaramasdan boshqa Amerika, Londonlarga borib ularda savdo yo'nalishini o'rganib, o'zimizda ham olib kelib, katta marketlarga o'xshagan joylarni ochamiz xudo xolasa. Rejalarimiz katta xudo xolasa. Hali amalga ham oshadi, o'zinglarning ko'zinglar bilan ham ko'rasizlar degan umiddamiz. Bugun yurtimiz bo'ylab ham minglab texnikum bitiruvchilari o'z kasbi bilan mehnat bozoriga kirib kelmoqda. Kasbiy ta'lim tizimi mamlakatimiz taraqqiyoti uchun raqobatbardosh va malakali kadr tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Birinchi sonli texnikumimizda bayram, chunki bitiruvchi 10 ta guruhni mustaqil hayotga jo'natyapmiz. 2 yil davomida 10 ta kasb bo'yicha bular o'z bilimlarini oshirdi. Hozirgi kunda 50% o'quvchilarimiz o'zining ish joyiga ega. Bundan tashqari oliy ta'limga ham yaqin 80 ta o'quvchilarimizni joyladik. Bugun bayram. Haqiqatan ham bular mustaqil hayotga bitta hunar bilan qadam qo'yishyapti. O'ylaymanki, bundan bag'iga o'zlarining sevgan kasblari bo'yicha ishlab Namangan xalqiga xizmat qilishadi. Albatta bugun biz bitiryapmiz. Barcha bilimlarimizdan o'qituvchilarga rahmat. Prezidentimizga ham rahmat. Biz bitirishimizga bizga hissa qo'shgan barcha o'qituvchilarga kattakon minnatdorchilik tilayman. Xudo xolasa kelajakda men o'zim chevarman. Kelajakda albatta chevarxonalar ochib, katta yurtimga xizmat qilishga tayyorman. Namangan shahar 1-son texnikumining 619 nafar bitiruvchisi ham egallagan bilim va kasbi bilan vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shishiga ishonamiz.